Hammaga assalomu alaykum bolalar. Sizlar bilan Ice Gaming kanali. Bugungi videojamda orolda bir o'zi samolyotdan tushib portlab bir bola bo'lib qolib ketgan o'yin haqida bir o'ynab ko'ramiz. Bo'lmasa mobil o'yin Raft survival o'yinini mazza qilishga harakat qilamiz. Mana bo'lmasa baliq tutib ko'ramiz birinchisi. Ushladim ana sumkaga bos deydi, baliqqa bos, использовать deydi, X deydi. Ripa deydi. Urmenimiz oshdi akalar. Voy, yetib olmadi ilmo yetib olmadi. Atako. Voy. Voy. Nima qilaman endi men? Eshak ekan-ku bu. To'xtaylar, hozir yasaymiz. Samolyotimizni kattalashtirib olaylik-da. Ronya deyapti. Bo'ldi, tamam. Chustini ham ko'tarish kerak ekan, chusti ham loy ekan. Bo'ldi, короче, mana. Resurs olib kelib. Водичка deydi. Tayoq olib ko'rib turibsizlar, easy farming qilyapti. Nima deysizlar? Farming. Eshak meni bittalarni ham yeb ketdi kirik. Aytgancha yangi jigarlar bitta like bilan bosib ketinglar. Sizlarga hech narsa ketmaydi jigarlarim. Mana qiziqarli mobil o'yinlar bilan sizlarni umuman zeriktirmayman. Bu o'yinda ссылкасы kommentariyada обязательно bo'ladi. O'ta bitta bo'ladi. Play Marketda bepul, App Store'da ham bepul. Xo'sh, nima qilamiz? Endi bu yerga kirib suv urvarsak. Jonni ko'paytiradi. Xo'sh, predmet sozdат qilamiz. Tiqoladigan yasaymiz, tiqoladigan. Bundan ham bitta yasaymiz. Xo'sh. Shlyapa etik yasabmiz. Mana buni o'rniga qo'yib olsak bo'laveradi, tiqoladigan. Ya bizga patikamat kerak emas. Xo'sh, resurs, okey, resurs. Mana ham tugay deb qopti meni. Nasazat qo'yaylik bitta. Buni qilib udalt qo'rib, mana uni qo'yamiz yerlamani. Xo'sh, endi nima qilamiz? Pishta yo'qolmadi kema. Orqam qo'nganlashtiraman kema baqa. Tayoq olishimiz kerak. Tayoq kerak. Dengizdan oqib o'tavrar ekan bu narsa. Uyda ikki tash qilamiz, xudo xohlasa. Uyda ikki tash. Easy qilamiz. Yaqinlashmay plastik qoladigan qo'laman degan. Asamiyat. Uni ko'raysan, o'yinida qo'lasan qo'laman. Qoch. Orolda bitta o'zim nima qilyapman? Qachon tushganman? Suratda bo'lib bo'lmaydi. Bu yerdan nima qilyapman men oroliga? Predmet yasaveraylik. Xo'sh, uyda kattalashtirish kerak, jigarlar, uyda kattalashtirish kerak. Bitta qo'yib olsak. Bo'ldi.
bo'ldi, bu kerak emas endi. Olmoqdayapsiz. Ol buni ham. Hoppa, ushamatda eshak. Tayog'ini nima qilaman uni o'sha. Harosh. Tikan kerak, tikan. Tikan mana. Xo'sh. Jigarlar ko'rib turibsizlar, farmicha bo'lyapti-da, sekin. O'zinglardan so'rasang, nima gaplar o'zinglarda? Tinchliklar ko'rib turganlar. O'zinglar yaxshimi? Ishlar bo'lmayaptimi? Yuklam yo'q, tashab. Ag'anab. Ushla. O'tirayotda mag'acham turadi bunday. Ushlaymiz. Bu safargi videoni 10 minut yaqinroq qilib joylayman jigarlar. Keyingisini habitatini 2 etaj, 3 etaj qilib jigarlarim ko'rsatib, chotki qilib qurib qilaman. Nima deysizlar, Granny haqida ham video chiqaraymi bitta deb turibman, Grannydan. O'yin haqida. O'quvchilar o'zi kommentlarida ko'rib boramiz bu Grannydan. Ko'rib turibdi, bo'lib turibdi hozir. Nima kerak bizga? Lotka kerak emas. Jichamondan qilib olsak. Voy, reklama deydi. Shu mobil o'yinlar shu tamomda. Reklama beradi, reklama. Jonji reklama bermasa-da shu. Hop. Ana. Hop. Tez. Nilja. Ko'ryapsizlar, 5-o'yin bo'ldik. Hozircha qornimiz uncha katta emas. Jamuna qornimiz katta emas. Video 7 minutlik bo'libdi. Qisqa bo'lishi mumkin video. Lekin hozircha bo'ladi. Granny haqida video chiqarmoqchiman do'stlar. Shu haqida ham kommentariyga yozib ketsanglar yaxshi bo'lardi. Ertangi videoda menimcha Granny haqida bo'lsa kerak. Hozircha 2 dona obunachim bor. Boshqa obunachim yo'q. Hammaga rahmat, ko'rgan tomosha qilganlar uchun. Hammasiga rahmat, oxirigacha ko'rganlar uchun. Buni yana kattaroq qilib, 2 etaj qilib kuchayayotganimni video qilib boraman har kuni. Hammaga rahmat. Sizlar bilan Ice Gaming kanali bo'ldi.